Ranch universiteti atmosferasi bilan, o'quv jarayonlari bilan, xonalar bilan, laboratoriyalar bilan, umuman hammasi bilan, butun kampus bilan sizlarni tanishtirdim. Endi bu yerda bizlara qaysi ustozlar ta'lim beradi desangizda, javobimiz quyidagicha. Iqtisodiyot fakulteti Sapayev Ahmed Durdubayevich, Tajiyev Bekzod Umidjonovich, Abdukarimova Zuhra Bahramovna, Rozmetov Sherzodbek Baxtiyorovich. Pedagogika fakulteti Rahimova Intizor Rustamovna, Avezov Davron Saburovich, Sapayeva Dilfuza Narbayevna, Samandarova Nigora Erkinovna. Innovatsion texnologiyalar fakultetida Saidov Dilmurod Shamuratovich, Xudoyberganov Timur Arturovich, Rajapov Ibrat Yaxshimuratovich, Yuldashev Jaloliddin Abdurahim o'g'li va tibbiyot fakultetida Nuraliyev Nekkadam Abdullayevich, Niyozmetov Murodbek Atabbayevich, Quranboyev Yaxshimurod Bekchanovich kabi ko'plab professor o'qituvchi ustozlar sizlarga sifatli ta'lim berib, orzularingizga yanada yaqinlashishingizga yordamlashadilar. Ranch universiteti bilan o'z imkoniyatlaringizni kashf qiling.